O'sha siydik pufagida velosipedning tormoz simi, urologning sarguzashtlari. Bugungi voqeamiz 60 yoshli erkak o'ziga uyda yolg'iz qolganda nima qilishini xohlaganligi. Bir tez yordamda bemor kelgandi. Bu vaqtlari Rossiyada ishlab yurardim. 60 yoshga kirgan erkak huzur olishlik maqsadida orqa qinga ba'zi bir o'yinchoqlarni tiqib ko'radi va yetarlicha huzur ola olmaydi. Bu holatda uni fikriga, xayoliga siydik yo'lidan, ya'ni uretradan biron bir vosita tiqsak qanaqa huzur olishligi mumkinligi kelib qoladi. Va bu holatda u birinchi holatda kateter tiqib ko'radi, urologik kateterni qanaqadir miqdorda huzur oladi. Ikkinchi holatda kateter o'tmaganligi sababli, chunki siydik yo'lda adenoma bezidagi katta ishlar sababli, DGPJ sababli kateter o'tmaganligi uchun spitsa tiqishlikka, ya'ni velosipedni bilsangiz tormoz qiladigan unaqa simlari bo'ladi. Ana shu simni tiqishga qaror qiladi va tiqqan holatda prostata bezidan o'tib, даже ko'rsatadigan bo'lsak, xo'p, uretramiz, ya'ni siydik yo'lidan bu spitsa keladi, prostata bezidan o'tib, siydik pufagiga boradi va orqaga tortmoqchi bo'lganda tiqilib qoladi. Bu yerda aylanib qolgan. Rentgen rasmlarini qoldiraman. Agar to'liq videosini ko'radigan bo'lsangiz, Telegram kanalimda ham bor, Instagramda qo'ya olmaymiz. Afsuski, shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Lazzat olish uchun inson qanday pastkashlikka borishi kerak bo'lsa, bu pastkashliklarning hammasini urologlar o'zining tajribasida menimcha ko'rib chiqadi. Shunday holat bo'lgan. Agarda bu rubrika sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bunaqa sarguzashtlar juda ko'p. Like va kommentariy qoldirsangiz, ularni ham aytib beramiz.